ba'zi ulamolarimiz Alloh taolo o'zining haqqini kechirishi mumkin, ammo bandaning haqqini to u kechirmaguncha kechirmaydi deydi. Demak, insonning jismiga biror bir insonni ta'zir o'tkazishga haqqi yo'q, qonni oqizishga haqqi yo'q. Hatto g'ayriddin bo'lsa ham uning joniga, moliga, ehtiromiga tajovuz qilishlikka insonning haqqi yo'q. Chunki musulmonchilik qon to'kish dini emas, balki insoniylik dini deyapti. Dinimiz faqatgina amaldan iborat emas. Birovning haqqini yeyish haqida Qur'oni Karim bizni qanday ogohlantiradi? Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xosatan savdoda aldodan qaytarganlar va savdo qilayotgan insonlarga bir gapni aytganlar. O'lchovdan, tarozidan uruvchilarga vayl bo'lsin. Ibn Abbos radhiyallohu anhu vayl nima deganlarida jahannamning tubidagi eng chuqurlik dedilar. Chuqurlik dedilar. Alloh taolo bandalarga nimani mumkin emas degan bo'lsa, bilingki, uning ortida kulfat bor. Noshirni ruxsatsiz chop etish, tarqatish, sotish shar'an harom va qonunan man etiladi. Haromda agar qiziqtiradigan narsa bo'lmasa odam qilmaydi. Haq ikki xil bo'ladi. Alloh bilan bandaning o'rtasidagi haq bo'ladi, banda bilan bandaning o'rtasidagi haq bo'ladi. Lekin inson bilan insonning o'rtasidagi haqlarda Alloh taolo aralashmaydi. Qiyomatga qolsin deydi. Bu og'ir gap. Qiyomatda bitta narsa bor. Agar yillar o'tib uni nomidan ehson qilib yuborilgan bo'lsa, u kelib qolsa-chi. Nima uchun u odamni hozir biz zikr qilyapmiz? Hozir bizni minglab odamlar shuni eshitish mumkin. O'zini nomidan savob, zaxira bo'lib qoladi.